ijtimoiy tarmoqlarda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilgan, u kishiga tuhmat qilgan, u kishini kamsituvchi so'zlar bilan u kishini sha'ni qadr qimmatini kamsitgan va O'zbekiston Respublikasining xalqini orasida, aholi orasida, mu'min musulmonlar orasida diniy adovat qo'zg'atgan Shohruxbek o'zini o'qituvchi deb tanishtirgan shaxsiy xabarlar juda keng tarqaldi. Ushbu harakatlar uchun qonunchilikda javobgarlik belgilangan. Albatta belgilangan. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 156-moddasi, 139 va 140-moddalari bilan ushbu shaxs javobgarlikka tortiladi. Bundan tashqari, islom huquqi bo'yicha ushbu harakatlar uchun ham javobgarlik belgilangan bo'lib, ushbu harakatlar shatm ul rasul deyiladi, ya'ni payg'ambarga nisbatan haqorat qilish va buni javobgarligi sab'an nabiy. Hattoki shariatda bu harakatlar uchun o'lim jazosi belgilangan. Ushbu masala yuzasidan men O'zbekiston Respublikasining musulmonlar idorasiga, fatvo markazlariga ushbu shaxsni ustidan tegishli tartibda O'zbekiston Respublikasining Bosh prokuraturasining hududlardagi bo'limlariga, O'zbekiston Respublikasining Ichki ishlar vazirligining hududlardagi bo'limlariga shikoyat qilishlarini so'rab qolgan bo'lardim va tegishli tartibda huquqni muhofaza qiluvchi organlardan ushbu shaxsga nisbatan javobgarlik belgilab berishini 156, 139 va Jinoyat kodeksining 140-moddalari bilan va bundan tashqari o'zini musulmon deb sanaydigan har bir kishi ushbu shaxsning ustidan borib tegishli tartibda shikoyat kiritishi mumkin. Bu faqatgina payg'ambarga nisbatan haqorat emas, davlatni manfaatlariga zid harakat ham deb baholanishi mumkin. Hurmatli fuqarolar, ushbu videoni maksimal darajada tarqatisizlar, maksimal darajada repost qilinglar, kommentariyada Ichki ishlar vazirligini, prokuraturani, musulmonlar idoralarini tegishli o'zlarining profillarini belgilab qoldiringlar va ushbu shaxsga nisbatan javobgarlik belgilansa